Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz aka-ukalar, hurmatli hamkasblar, sizlarni yana bir bor yangi video rolikimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, sizlar bilan men Anvar Isroilov Uztaksi kanalida, kimda kim kanalida yangi bo'lsa, xush kelibsiz deb qolaman. Kanalimga albatta obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Kichkinagina bizni mehnatimiz qadrlaysizlar degan umiddaman. Albatta podpiska, like, kommentariya. Do'stlar, videoni keng tarqalishda yordam bersanglar juda ham xursand bo'laman. Do'stlar, bugun Peterda, Sankt-Peterburg shahrida Yandex Taksida tarif biznesda ishlab ko'rsataman. Anchadan beri niyat bor edi. Tarif biznes именно Peterda ishlab ko'rish. Qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Baribir bu yerda strogi o'zimizga nisbatan talablar o'ta kuchli bo'lgani uchun qiziqardim. Xudo xolasa shu niyat desagan bo'ladi. Amalga oshdi. Mana xudo xolasa Honchi avtomobilda o'tiribmiz. H5 2024-yil 2 litrlik turbina, agar adashmayotgan bo'lsam, benzinoviy dvigatel, elektromobil emas. Bu Toshkentda yurgan Honchi EQM5 emas, bu H5. Bundan bitta ikkita ko'rdim Toshkentda. Bu qimmat modelda, где-то o'zimizda 32 ming, 33 ming dollar atrofida turadigan mashina. Hozir tashqi ko'rinishini ham ko'rsatib o'taman bir qator. Xullas, endi nima demoqchiman, bu mashina ahamiyati yo'q. Xullas, shu biznes tarifida asosiy qiziqib yurgan akalar, ekonomda, komfort plusda yurganlar, shuna bizneschilar ko'rib, o'zimda ham bo'lganda shu ощущение, qancha ishlarkan, nima ishlarkan, biz ishlasak bo'lmasmikan degan fikrlar bo'lardi. O'shani akalarga ko'rsatish uchun qaror qildik, shu biznes tarifidan ekzaminlardan o'tib, boshqa qilib, xullas qo'ldan kelgancha harakat qildik. Akalar, ana shu harakatimizni, mehnatimizni ozgina qadrlaysizlar degan umidda va albatta kommentariya, like ayamanglar, video bomba bo'lsin. Men juda ham xursand bo'laman. Ko'ramiz bugungi ish kuni qanaqa bo'ladi va video davomida qancha arenda, necha pul qoplayaptimi o'zi, yo'qmi, hammasini bir qator aytib boraman. Videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, xudo xolasa. Hozir bir qator esa mashinani ham ko'rsatib o'taman akalar. Kimgadir qiziq bo'lishi mumkin mashinaning tashqi ko'rinishi. Xudo xolasa videomiz qiziq bo'ladi degan umiddaman va o'sha qiziq bo'lishi uchun sizlar ham sababchisizlar akalar. Sizlar uchun harakat qilyapman. Ko'pchilik akalarimiz kommentariyada Anvarbek, video qo'ymaymiz, video qo'ying deb so'raydigan ashaddiy akalar bor. Erinmasdan ko'radiganlarga addushi rahmat deyman do'stlar. Akalar, bizda mana prioritetimiz 62. Bugungi dahod 0 ko'rib turganinglarda 23 aprel. Soat millarimiz mana o'sha 11:54 bo'ldi. Telefon qo'ygan eng qulay joy shu yer ekan. Boshqa joylar vaqti noqulay. Mana bu yoqqa ham qo'yib ko'rdim. Bu yoqda ham bo'lmadi. Xullas, eng udobniy joy mana shu yer ekan. Mana mashinani mana pribori, xomsi, xullas mana ichki ko'rinishi. Hozir bir tashqarisini ham ko'rsataman akalar. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Xullas, mana mashinani ichki tarafi. Suvlarimiz, salfetka hamma yoq bor. Panorama reslari, oldi ko'rinishi ham hozir ko'rsatib o'taman akalar. Endi biz avto bloger emas, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Oldi ko'rinishi Chorniy Pantera deydimi? Xullas, mashinamiz kir, yuvganimiz yo'q. Yomg'ir uncha kir emas, bo'ladi o'rtacha akalar. Orqa ko'rinishi bu. Bitta iltimos, mashinani ko'chada ko'rsanglar, akalar, Peterdagi signal chalmanglar, klient bilan bo'lsa, neudobniy. Mana orqasi. Mana shuni artib qo'yishimiz kerak ekan, kimdir oyog'i tegibdi kecha. Xullas, shunaqa bunday ko'rinish akalar. Biz videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa hammasini ko'rsatib boramiz. Akalar, birinchi zakasimiz tugatamiz. Aeroport Pulko'ga keldik. Xudo xolasa 750 rubl platka. Cho'ta quyoshga yaxshi ko'rinmayapti. Дальше 2539 rubl общий поездка platka bilan aeroport Pulko'damiz. Xudo xolasa
Birinchi zakasimiz yomon bo'lmadi. Dash davom etamiz. Akalar, zakasimiz tugatamiz. 26 daqiqada Kristovskiy ostrovga keldik. 500 rubl platniy. Общий 1772 rubl. Moskovskiydan keldik. Padela bilan Kristovskiy ostrovdamiz. Akalar, biz 838 rublga yurib keldik. 14 minut sentrda o'zida. Videoga olishga uspet qilmadim, lekin summani ko'rsatishga harakat qildim. Yes Marata, Sotsialistskiy ulitsadamiz. Gostinsiyaga olib keldik. Har doimgidek. Mana probka do'stlar. Pik vaqti boshlandi. Biz sentrdamiz mana. Center. İşte davom etamiz. Akalar, 39 daqiqada buyurtmamiz tugatamiz. 1344 rubl. Legoskiy galeriyadan Kristovskiyga keldik. Kristovskiy ostrovga, yana Morskoy prospektga. Akalar, daragiy dama deydi, buni qaranglar. Ashshi. Komfort pulsa berlar kirmasdik. Biznesda kiramiz mana. Ko'rasizlar? Bitta kami 500 ming, 600 ming dollarlik uylar bo'lsa kerak, adashmasam. Hammaga nasib qilsa akalar, chotki uylarda yashash. Yaxshi niyatdamiz, xudo xolisa. Akalar, Karatish zakaz minimalga 11 daqiqa tugatamiz. 528 rubl. Malaletka deydimi, Malardoy patsan deydimi, nima deydi? Xullasda 528 rublga olib keldik. Plus minus bitta suv. Suvni ochib ichmadik. Shunday tushayotganda ko'tarib tushib ketdi. Mayli, nima deymiz? Biznes bu akalar, biznes. 528 rublga olib kelib tashladik. Ko'ramiz, davom etamiz işte. Akalar, minimalichka 14,5 daqiqada 651 rubl. Maykovskiy ulitsaga keldik. Morskaya nabirjnidan. Большая Morskayadan. Sorry. Yosh kelin-kuyovlar olib keldik akalar. Nima deymiz? İşte davom etamiz. Zakaz shota tishini sentrdamiz akalar. Zakaz kuttirib beryapti biznes. Akalar, yana bir zakaz tugatamiz. 17,5 daqiqada Petrogradskiyga keldik. 848 rubl. Pasajerga 5 ta yulduzcha. Mana Sankt-Peterburg sentrda, mana bu yoqdan bu yoqqa keldik. Ko'ramiz-ku, ishda davom etamiz. Bizda yana bir minimalka Aptekarskiy prospektga keldik. 12 daqiqada 840 rubl. Normalniy. Aşağı berib tursa, bundan oldin zakaz tushdi. Zakaz printer qildik. Juda klient kutgisi kelgan shekilli. Atmen qo'rishdi. Xullas, mana bu yo'l. To'g'ri chiqsangiz, Prospekt Medikov, Kantemirovskiy most akalar. Xullas shunaqa mana. Biz ishda davom etamiz. Hozir o'ng taraf ko'rsataman ozroq. Peterdan olisda yurgan akalar, ishlab ketgan akalar ko'p ko'rishni qiziqadi bu ko'chalarimiz bor. Eslab mana akalar patsaytgachalar yoqib qo'ydik. Akalar, 53 daqiqa xudo beraman desa kech bo'lganda ham beraverarkanda. 3662 rubl. Posyolok Roshinaga keldik. Peterdagi akalar biladi. Laxta sentrda oldidan, xullas 60 kilometr 53 minutmi ko'rganinglarda yurdik. Yomon emas. Allohga shukr, zo'r bo'ldi. Endi bu yerdan bitta zo'ridan olib ketsak yaxshi bo'lardi, lekin pusto ketishimiz ham mumkin. Kechasi уже 20:36 bo'ldi soat millarimiz. Значит 12 bo'lyapti. Ishga chiqqanimizga ham почти 12 soat bo'ladi. Agar zakaz bermasa, sразу shu yerda etok qilamiz do'stlar. Akalar, bugungi video roligimizda o'z nihoyasiga yetkazib qo'yamiz. Roshinaga kelganmiz. Baribir bu yerda hozir pustoy qaytamiz. Zakaz bo'lmaydi, chunki
kechasi 12 bo'lyapti уже. Bu yerda Comfort Plus'da kelganimda ham, boshqasida kelganimda ham bu yerdan zakaz olib ketish juda ham qiyin. O'shaning uchun yaxshi sekin etagoni qilamiz 12 soatlikni va sekin uyga qarab ketaveramiz. Yo'l-yo'lakay agar zakaz berib qolsa olib ketamiz, bo'lmasa kirib damda olamiz va ertaga yana ish jarayonini boshlaymiz xudo xolisa. Azizlar, hozir etagoni bitta ko'rsataman va arenda nima qanchaligini aytib o'taman. Hammasini bir qator tushuntirib o'taman. Mana taksometrimiz, soatimiz mana ko'rib turganingizda 23:46. O'sha 23-aprel sreda, chorshanba kun. Rezultatga keladigan bo'lsak, rezultatimiz mana bunaqa bo'ldi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. 12 ta zakaz 15.274 rubl. Bu degani 15.000 desak ham primerna akalar. Mashinamiz arendasi 5.000 rubl. Bir kunlik sotkasiga 5.000 rubl. 2.000 rublga o'rtacha 2.000-2.200. Mana shu 200 da ham benzinga chiqaraylik. 2.000 rubl o'rtacha topliva benzinga yoqamiz. O'sha 7.000 rublmi, 1000 rubl primerna 2 mahal ko'chada ovqatlansangiz, ovqatlanishingizga 1000 rubl ketadi. O'sha 7.000-8.000 rasxod chiqib ketdi. 15.000 dan 8.000 da ayirib tashlasangiz, где-то 7.000 pul qolyapti azizlar 12 soat mobaynida. Bu har kun har xil akalar, ukalar. Bir kun 10.000 ishlashingiz mumkin, bir kun 15.000, bir kun 20.000 ham ishlashingiz mumkin. Bu avvalambor rizq Allohdan, o'zi g'oyiblardan yetkazsa ish bo'laveradi. Buni taksi akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Nima deydi? Har kun bir xil bo'lmaydi taksi sohasida. Bir kun zo'r bo'lsa, bir kun bundayroq, bir kun вообще bo'lmasligi ham mumkin. Arenda benzin bilan kirib ketaverishingiz ham mumkin. Mana shunaqa holat akalar. Nima deymiz? Kommentariyaga albatta o'z fikringizni qoldiringlar. Xudo xolasa obuna bo'lishni ham unutmanglar akalar. Videoni keng tarqalishda yordam berib, podpiska bo'lsanglar, men juda ham xursand bo'laman. Ozgina kichikgina mehnatimizni qadrlaganinglar uchun juda ham xursand bo'laman akalar. Nima deymiz? Hammaga omad tilab qolamiz, sog'lik tilaymiz. Inshaalloh keyingi videoroliklarda sog' salomat mana shu g'oyibona ko'rishib turishlik nasibi ro'za aylasin va mana shu mashinani agar kimgadir qiziq bo'layotgan bo'lsa, polniy obzor endi biz avtobloger emasmiz. Endi mashinani o'zini bitta bir qator xarakteristika video qiling, obzor qilib bering desanglar, albatta bu uchun ham отдельный videorolik qilib beraman aka sizlar. Akalar sizlar uchun. Xullas shu sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Charchamang. Agar videoda qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz akalar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.